Bu avliyorog'. Bemorlar, ziyoratchilar va jarrohlarning homiysi. Oyog'idagi qanaqa jarohat? Nima? Yering oqyaptimi undan? Yo'q, bu rishta deb nomlangan parazitik qurt tuxum qo'yish uchun tashqariga chiqmoqda. U noyob, ammo o'ta jirkanch kasallikni keltirib chiqaradi. Drakmukulyoz. Va bu nima uchun Afrikada oqma suvni qat'iyan ichish mumkin emasligining sababi. Masalan, mana bunday suvni tanaga mitti qisqichbaqalar bilan tushadigan qurt qorinda moda bilan qo'shilib keyin o'ladi. Boshqasi esa oyoqqa joylashib olib 1 metr uzunlikka yetguncha o'sadi. 1 yil davomida u sizni bezovta qilmay yashaydi. Immunitet parazitni ko'rmaydi, chunki parazit uni aldaydi. Parazit lichinka qoldiradigan vaqti kelganda teri ostiga ko'tarilib uni kovlay boshlaydi. Kuydiruvchi og'riqdan bemor yarasini sovutish uchun suvga yuguradi. Va bu qopqon. Suvda u terini teshib lichinkalarini qo'yib yuboradi va qurtning hayot sikli boshidan boshlanadi. Bu parazitdan faqat bir yo'l bilan qutulish mumkin: tanadan chiqarib olish. Qurt tanadan chiqishi uchun unga suv sepiladi va qurt to'liq chiqmaguncha lyupin tayoqchasiga o'raladi. Aytishlaricha, qurtni chiqarib olish muolajasi tibbiyot timsoli Akslipiy hassasiga asos bo'lgan. Ya'ni, ehtimol bu ilon emas, qurt.